Ovozliq kitob abditoli. Bilik ün kitap dünyası. Olca şehirlik Bilal Nazimi kütüphanesi bu eserden ma'naviy zevk elishingizlarni alohida tavsiya qiladi. İngliz fizikadagi tiraji 2 milliondan eshib ketgan eng bozorliq kitob Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Tarjima qiluvchilar Ahmadjon Mo'min, Yusufjon Muhammad, Xoliq Ovud. Nashr qiluvchidan 1999-yili 4-oyda Boy dadam Namrat dadam nomli kitob Amerikada umumyuzlik bozorga selindi. 1999-yili 10-oyda tiraji 1 milliondan oshdi. 2000-yili 2-oyda tiraji eng oldingi o'ringa o'tdi. 2000-yili 3-oyda Koreyada nashr qilinib, 2 oy ichida tiraji 250 mingga yetdi. 2000-yili 6-oyda Avstraliyada nashr qilinib, u yaning barliq cho'ng-kichik kitobxonalarni qoplab ketdi. Bu zo'r rang-barang raqamlarga biz ancha Iran qilib ketmasakmi bo'ladi. Gerçi rost bo'lsa-mu, ammo hamma odam beyishni, erkinlikni o'ylaydigan bo'lg'ashqa biz yanala bu kitobni varaqlab boqmay turamidik. Kitobni o'qib bo'lgan vaqtimizda uningdan qolgan ta'sirlar qo'limizdan zodiri ketmadi.